Assalomu alaykum. Amortizatori bor. Sizeniyasi bor. Yaxshi yuradigan boshni skuter so'rayotganlar uchun men o'zim yangi skuterimni o'zi $220 sotaman. Buni $250 qilib beryapmiz. Boringlarni kami buni qilib beramiz. Hamma narsasi ishlaydi. Yondirib ko'rsatib beraman mana. 530 km yurgan atiga. Bu 1000 dan oshiq yurganlari уже o'ta urinib ketgan boshni bo'ladi. Faralari, signali, farasi ishlayapti. Bu tormozlari ham ishlaydi. Baloni nisbatan kichkina, lekin amortizatorlari bor. Sizeniyasi bor. Aytib o'tganimdek kattadan bu. Mana oyog'imni qo'yib ko'rsatganimda ham kattadan bu. Men o'z oyog'im 43 ga emas, 42-43 ga emas. Kattadan bu. Roli hamma narsasi ishlaydi mana. Kilometri ham 530 km yurgan atiga xolos. Uchala skorsi hamma narsasi ishlaydi. O'zim mana aytib o'tganimdek kichkina mana bez amortizatorli skuterimni o'zi $220 sotaman. Buni 250 qilib beramiz, kami bor. Qiziqqanlar bemalol telefon raqamlariga telefon qilib so'rayverasizlar. Dastavka qilib beramiz. Toshkentgacha dastavka bor. Toshkentda u yog'iga Voha taraflariga taksilarda aytsanglar, ashakkacha olib borib beramiz. Ham sahiymi, qayer desanglar, ashakkacha olib borib qilib beramiz. Telefon qilaverasizlar.